Tonalka obeddan keyin chiqib qolishining asosiy sababi issiqlik ekan, qizlar. Aynan issiqligi baland insonlarda issiqlik teri ostiga kiradi, o'zini himoya qilish uchun yog' ajratib chiqaradi teri va shuni hisobiga bizada nima deydi, o'sha tonalka chiqib qoladi. Uni qanday yangilash kerak? Kushonlaringizni mana bu gubkachasini olasizlar. Ili toner payt, endi ko'chada toner payt ko'tarib yurmaysizlar. Gubkani yaxshilab tonerlanglar, ili namlanglar. Men asosan mana bu tonerni o'zim olib yuraman. Namlanglar-da, qo'llaringizga artib chiqinglar. O'tgan safar o'rgatgandilar. Uni tozalanglar endi gubkani o'zimiz tilda. Yana bitta toner qilib, yuzlaringizga bir qator artib tashlanglar. Xuddi mana bu qilayotgandek artib tashlaysizlar. Artgandan keyin yuzlaringizga yana bir marta toner surtib, mana shu gubkani o'zi bilan lyoqki surasizlar. Qalin qilib. Hozir tonalkani o'chirdik deyaptilar, lekin yuzni o'zi yaxshilandi. Tonerni o'zi bilan lishniy narsa qilingani yo'q hali. Issiqlikni yo'qotsak, teridagi muammolar pashti hammasi ugri chiqishi kamayadi va poralar kichrayadi. Hamma narsa issiqlikdan kelib chiqadi. Issiqlik bu quyosh nuri. Peshanaga shunaqa bosib qo'yasizlar, ili yuzga ham to'g'ri qo'yasizlar. Bu teri ostigacha kirgizishga yordam beradi. Aynan qizarishlar kuchli odamlarga yaxshi siq bo'lib ketadi. Terimiz mana shu issiqlikni yo'qotsak, teridagi muammolar pashti hammasi yo'q bo'lib qoladi. Muammo qolmaydi terimizda. Issiqlik bizdagi muammo, chunki bizning havomiz nam emas. Havomiz juda issiq. Bizda tuklar bor, deyaptilar. O'sha bu yoqdan bu yoqqa qarab emas, deyaptilar. Nabarotiga, pastga qaratib, yo'qki to'g'ri suriladi. To'g'ri surish tartibi. Har bitta narsani surish tartibi bo'ladi. Gel surdilar. Bu eng yaxshi gel men uchun deyaptilar. Mani brendim bo'lsa ham ishlatishga berdim va o'zlariga yoqdi. Toner ham gel, ham namlik beradi teriga, ham terini tinchlantiradi. Hammasi birda. Biz o'sha uchun ishlab chiqarganmiz buni qizlar. Koreyslarga ham yoqyapti. Masalan, tonalka chiqib qoldi yoki bo'lmasam bo'ladi-yu, teri ko'chish bo'ladi. Bo'lmasa toner mana shu gelni surib qo'ysam, o'zi shundoq tinchlanadi teri deyaptilar. Teri deyaptilar, mana sanda ham deyaptilar, hozir issiqqa kelgan paytda ozgina tonalkang chiqib qolgan. Tonalka emas, bibi surganman, chiqib qolgan. Aynan shu chiqib qolgan bibini tez surib chiqdim. Bibini olib tashlashni o'rgatyaptilar. Namlikni o'zini oshirsak ham, sirazi tonalka yaxshi yotadigan teriga o'zgaradi deyaptilar. Buni xuddi pekka o'xshatib ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Qalin qilib surib qo'yib, xolodilnikdan olib surib qo'yib, 15 minutdan keyin yuvib tashlasa ham bo'ladi. Faqat ramashkada allergiyasi bo'lmasa bo'ldi. Ham qaranglar qizlar. Ozgina surtasiz, bosib chiqasiz. Xuddi anu artib tashlayotganga o'xshab qilish kerak deyaptilar. Bunga tonalkani bitta ertalab suramiz, kechgacha yuramiz. Hech narsa haqida ma'lumot bergandim. Qayta surilmaydi-da, to'g'rimi? Artib qayta surmaysizlar betdan keyin o'zi aslida. O'sha uchun kunduz kuni yaxshilab namlantirgan holatda qilish shart.